Bayramınız mübarek olsun. Hidillağı mübarek olsun. Hammanglarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Chuqur hayitlarni yaxshi o'tkazinglar-chi? Ko'ngilli o'tkazinglar. Unda bo'lsa Shinjang vaqti 5 o'pdi. Qiynatamdan yana berib, qiynatam bilan ko'rishib kelamdik. Jiringlar. Unda bo'lsa uydan chiqdik qizlar, kelib qo'yimizni andin so'yaylik, ya. Jiringlar. Hammani yer ostiga ko'milib ketimiz. Shunga keng bo'laylik xonim qizlar. Unda bo'lsa yetni boshlab etamdi qizlar. Yana bir qatim Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Keng bo'lgan, kam bo'lmaysa degan gapni intayin yoqtiraman. Mumkin qadar shu ozodlikni o'ylagan bo'lsanglar, ya'ni qalbinglarningki keng kushada bo'lishini o'ylagan bo'lsanglar, kechirib etishni o'rganinglar. Boshqalardan minnatdor bo'lishni o'rganinglar qizlar. Agar kechirib etishni uqmasanglar, minnatdor bo'lishni uqmasanglar, kunlaringlar kundan kunga g'urbatchilik ichida o'tadi. Unda bo'lsa terasrash mahsulotlarini ishlatib baqqan qizlar inkosinglarni yozib qo'yinglar. Haqiqatan bahasi qaraganda o'zi yaxshi mahsulot, ikki xil mahsulotim aran 55 ko'y. Chiroyli turg'inglar bo'lsa, chuqur ishlatib yiqinglar. Bugungi hayitonglar ko'ngilli o'tdimi qizlar? Men pek charchadim, lekin mencha pek ko'ngilli, ma'nili bir kun bo'ldi deb o'yladim. Yetlashni yetlab bo'ldik, necha uylarga berib, pek yerib qopti emas, singlimning uyiga kelib necha soat uxlab yetibdim. O'rin almashgan vaqtinglarda uyqanglarning sifati boshqacha yaxshi bo'lib qolamdi qizlar. O'rin boshqalarning uyida uxlayolmaydim. Hozir o'rin almasam shunday yaxshi uxlaydigan bo'lib qoldim. Bu nima uchundir?